إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda sharm hayo haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum va la tastasnisu va tusallimu ala ahliha zalikum khayrun lakum la'allakum tazakkarun. İman etqanlar, boshqalarning uylariga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Ya'ni bu oyat axloqning natijalaridan biri bo'lib, boshqalarning uylariga ulardan ijozat so'ramay kirmaslik hayoning natijasi va go'zal axloqning ifodasidir. Sharm hayo rezil va qabih ishlar oldida ko'ngilning siqilishi va uni qilishdan tartinishi deganlik. Hayoliq odam axloqsizliklardan va har qanday bir rezil ishni qilish bilan Alloh taolaning oldida, insonlarning oldida ve vicdanının altına özünü tüven urunğa düşürüp koyuşqa hergizmo taqat qılıp turalmaydı. Şunun bilen onundan vazgeçidi. Sharm hayo güzel ahlaklarının en esili ve en ehmiyetliki. O meyvenin postuğa adamның kiyimiga o'xshaydi. Postu suyuvetilgen meyve tizla buzulgandek kiyimsiz qalgan adamның uyatlık joylari echilib qolgandek sharm hayodan ayrilib qolgan odam ichki dunyosidan buzildi va ichki go'zallikdan mahrum qoldi. Turli yomonliklarga tushib qoldi. Sharm hayo va nomus inson aqlining ultimi. Qisqasi iymonning posti sharm hayo va nomus desak bo'ladi. Posti suyuvatilgan daraxt qurib ketgandek sharm hayo va nomusdan ayrilgan insonmo imani hissetlerden ayrılıp kaldı. Vicdan bolsa içki numus, sharm hayo bilen numusçallık her kandak insanın insani kadir kıymetini beytip hürmetini aşırdıgan bir hislet. Hayanın yo'qolishi falokatning başlanışı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala birer bendisini halak qilmoqchi bolsa, avval uningdan hayoni sug'urib oladi. Onun haya soğurup elgandan keyin o her kimning nafratiga va g'azabiga loyiq berib bo'lib qoladi. Onundan keyin onundan amonat yo'qoladi. Onundan amonat yo'qolgandan keyin o hamisha xiyonat qiladigan xoinga aylanib qoldi. O xoinga aylangandan keyin onundan rahim shafqat yo'qoladi. Onundan rahim shafqat yo'qolgandan keyin o la'natkarga aylandi. Ya'ni har kim la'nat qiladigan, har kim yaxshi ko'rmaydigan nimaga aylanib qoldi. O la'natkarda bo'lgandan keyin iman onundan chiqib ketadi. Yani bu hadis qalbdagi kasalliklar va uning taraqqiyot bosqichlarini va mushu bosqichlarning bargan sari yuqorilab boradiganligini bizga nayt inchiki bayon qilib bergan. Masalan, kishining hayo chumbili yirtilsa, o qilgan ishlarda iplanishlardan tap tortmaydigan, hech kimdan qo'rqmaydigan, aymanmaydigan bo'lib qoldi. Bundaq kishilar boshqalarga azor beradigan, omonatga xiyonat qiladigan, yomon ish qiladigan, nashayan ish qiladigan va hech qanday ishdan tap tortmaydigan bo'lib qoldi. Alloh taolo uni saqlasin. Endi hayotliq deydi arablarda. Bunda degani arab tilida hayo degan so'z hayot degan so'zdan kelgan bo'lib, hayotliq odamning, ya'ni hayotliq odamning jini bilan ifodalansa, hayo adamның numusi ve maneviyeti bilen ifadelenir. Yani maneviyeti, yani hayalık adamның maneviyeti hayat. Yani o tirik. Haya kılgan adamның hayası içki haya kaynamadan çıkan bir güç. Bu güç onu rezilliklerge düşüp kalıştan saklap kaldı. Şunda bir güç, hayadan ibaret bir güç insanı rezilliklerge düşüp kalıştan saklap kaldı. Hayalık adamның kalbi tirik, hayasız adamның kalbi ölük. Kalbning o'yg'oqligi aşkan sari onun hayosi aşıdı. Kalbi o'lgan adamda hayoni qo'zg'aydigan hissiyat ve kuch bo'lmaganlikdan bundaq adam rezillikdan yüzünü tartanmaydı. Çünkü ichki bir kuch yo'q uni
rezillikni tortadigan. Shunga nomus qilmagan insonlar yomonlikni qilaverdi. Ammo anda-sanda bir yomonlik sağan odam buningdan nomus qildi va kishilardan uyuldi. Hayo bilan xijillikning farqi. Nurg'un kishilar hayo bilan xijillikni o'xshash ma'noda tushunishi mumkin. Ammo amaliyot bundoq emas. Psixolog olimlar deydi, xijillik ma'lum sharoitlarda insonda paydo bo'lgan bir xil andikish deb ta'riflaydi ular. Bu xuddi muallimning savoliga qo'rqinchdan javob berolmagan o'quvchining ahvoliga o'xshash. Xijillik qo'rqinchliqdan keladigan narsa. Xijolat inson irodasidagi psixiki ojizlik, ya'ni. Ammo sharm hayo buning tam aksicha bo'lib, irodasi kuchli, o'zining qimmatini biladigan odamda bo'ladi. Chunki mundaq odam rezilliklarga tushib qolishdan o'zini saqlab qola oladi. Chunki uningda bir ichki kuch uni tortib turadi. Xijolat sababidan o'zining yo'lliq haqqini talab qilishni voz kechgan odamni hayoliq odam degil bo'lmaydi. Chunki hayoliq odam izilishga, buzaq qilishga, nahaqchilikqa qarshi turadi. Hayo bilan iymon ikkisi qo'shkizak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayo bilan iymon ikkisi qo'shkizak bo'lib, biri yo'qolsa, ikkinchisi yo'qoldi deb ko'rsatgan. Bizning Uyg'ur xalq tamsillarida hayosizda iymon yo'q degan. Yana bir mashhur hadisda iymon 70 necha shoxchi bo'lib, uning bir shoxchisi hayodir deb kelgan. Hayo darajasining eng yuqori pallasi Alloh taolodan hayo qilish. Eng muhim bo'lgani mushumini. İnsanlar başqalarını haya qildi, meningki nachar tarafimni ko'rib qolsa, axloqsizligimni ko'rib qolsa, yolg'onchiligimni ko'rib qolsa, aldamchiligimni ko'rib qolsa, xalq meni ayiblaydi, xalq menga ishonch qilmaydi deb insonlardan qo'rqadi. Ammo Alloh taolo hamisha ular bilan birga, Alloh taolo uning butun ko'ngliga keltirganlardan tortib, butun ishlarini bilib tursa, Alloh taoloni hayo qilmaydigan insonlar aytib ko'p. Yani Allah Teala'nın haya qilish hayoning eng yuqori darajasi. Gunoh ma'siyatlar faqat Alloh taoladan haya qilmaganlikning natijasi. Haya qilgan, qo'rqqan odam o'ng'ayli qilib gunoh ma'siyat qilmaydi. Alloh taolaning bandalarining oshkor bo'lishini, barliq ishlarini bilib va ko'rib turadiganligini ko'z oldiga keltirgan odam Alloh taolaning ko'z oldida yomon ish qilishdan haya qiladi. Nada bo'lmasin, u yomon ishdan o'zini torta oladi. İnson g'oyida cho'ng gunohlarni ishlab qo'yganlikqa Alloh taolani qo'rqib va hayo qilib hemen tövbe qiladi. Hemen tövbe qildida Alloh taolo uning gunohini kechirib o'tadi. G'oyida u kichik bir gunoh ishlagan bo'lsa-mu, uningga tövbe qilmasdan, Alloh taoladan hayo qilmasdan yuraveradi. Natijada uning bu kichikgina gunohi cho'ngaydi, cho'ng gunohlarga aylandi. İbn Qayyim Jawzi hayo to'g'riliq mundaq bir esil so'zni qoldirgan ekan. Alloh taolaning nazarida gunoh bilan xo'shal bo'lish o'tkizgan gunohdanmi eg'irdir deydi. Alloh taolaning nazarida yani bir odam gunoh qilib, hani bo'lsa shu gunohni qilib oldim yo hani bo'lsa odamni aldib oldim yoki yolg'on aytib oldim yoki qamlashtirib oldim maja ishni deb xo'shal bo'lish, gunoh bilan xo'shal bo'lish ya'ni shu gunoh qilgandanmi bak eg'ir gunohdir. Alloh taolaning nazarida gunoh qilib etib kulish ve günahdan bu günahdan egirdir. Günah işini kılalmaganlık sebeple g'amkun bo'lish Allah'ın nazarida günah qilgandan egirdir. Günahga qiziqish Allah'ın nazarida günahdan egirdir deydi. Hem şerm haya qimmatlik, eng qimmatlik javhar. Haqiqiy haya ve nomus insonlar uchun manfaatli ishga har qanday vaziyatda jur'at qilishni bilish deganlik hamda nomus haya eni insonni jazo haqidagi har qanday vaz nasihat kitoblaridanmi bakrak to'g'ri yo'lga sola oladi. Shunga barcha samoviy dinlar insonga sharm haya va nomusni o'rgatgan va uningga birinchi bo'lib tashabbus qilgan. İnsanlarning tabiatida o'zining kamchiligini, mukammalsizligini his qilish iqtidori mavjud. Shu sababdan bo'lsa kerak, Alloh taolo insonlarga uyatni, ya'ni kamchiliklarni, mükemmelsizliklerini, acizlikini bilish tuyg'usini ato qilgan. Shunga qonun to'sib qololmagan ishlarni hayo nomus to'sib qola oladi. Qonun to'sib qololmagan ishlarni hayo nomus to'sib qola oladi. Iymon va qalbda hayo bo'lganlik uchun u o'zligidan to'sib qola oladi. Sharm hayo bilan mehr muhabbat bir varaq qog'ozning ikki yuziga o'xshaydi. Faqatla bir yuzi bor qog'ozni tasavvur qilib bo'lmagandek mehr muhabbatsiz hayoni
tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Mehr, haya, nomus bayada mehr muhabbatmi bo'ladi yana. Eng pastkash odamlar nomus, haya engi yo'q kishilar. Bundaq kishilarga hamma yerda nafrat yig'ib turadi. Sharm haya bilan nomusni yo'qotgan kishini o'lik deb sanasa bo'layverdi. İnsanın birla ketken uyat numusunu qaytırıp kelgili bo'lmaydi. Şuna her kim özünün uyat numusunu cenidin aziz bilishga tegishli. Bir şair güzel narsalarning hammasi rangdor degan ekan. Dunyoda qaysi rang eng güzel ve eng rangdor desa, numuschanlikni bildiradigan rang eng güzel deb javob bergan ekan. Odam xijil bo'lganda, haya qilganda, numus qilganda tenleri titrab, yüzleri qizirdi. Mana şu çağdaki kızargan ve ot algan yüzünün rengi en güzeldir dedi alimler. Haya numusçallık çok nimet yani. Haya ve numusçallık boğanlık için insanlar tartınıp, günahtan tartınıp, Allah Teala'ya asilik kılıştın, yüzünü saklap kılaylaydı. Neticede ailesinin aldıda, insanların aldıda yüzü düşüp gitişten, şermendi bulap kalıştın, yüzünü saklap kılaylaydı. Muşu haya bilen. Eğer muşu haya güçlük olmaydıgan bolsa, insanlarını akşamlıklarda, karanlıkta kanun köymeydi. İnsanlar nime kısı kılıdı. Lekin onundaki bir haya duygusu insanlarını tutsap duralaydı. Hayalık buluş insan tabiatının saplığı. Bir adamdaki şerm haya bizge şu adamın imanının, edep ahlakının qanchalik derecede ekanligini yoritib beradi. Siz bir adamning qilishga tegishlik bo'lmagan harakatdan o'zini tortayotganligi yoki qilishga tegishlik bo'lmagan ishni qilib qo'ygan vaqtda chiroyining qizib ketganligini ko'rib, uning qalbi o'yg'oq, aslining pok, tabiatining sop ekanligini bilib olasiz. Shundaqla birasining past, gunoh, yomon ishlarni hech qanday hayo qilmasdan qilayotganligini ko'rsangiz, uning imanının yoki yo'q yoki ojizligini albatta bila olasiz yani. Hayani yo'qotgan odam omonatni yo'qotadi yani. Hayoning yo'qolishi ishonch omonatning yo'qolishi. Kimki hayosini yo'qotadi ekan, u omonatini, ya'ni kishilarning unga bo'lgan ishonchini yo'qotgan bo'ldi. Hayosiz odamga insonlar ishonch qilmaydi. Kishilarning ishonchiga erisha olmagan odam jamiyatda qimmat bo'lib qoldi. Bundaqlar o'zlarining nafsi havasini qondirishda yuguradigan yavoylarga o'xshashlar bo'lib qoldi. Ularni hech qanday farqlanmaydi. Allah Teala hammamizni iman, numus ve hayadan ayırmasın. Çünkü haya, numus imanın qo'shqiziki. İman bu qalbda haya bo'ldi. İman acizlashgan yoki iman yo'qolib ketgan qalbda numus, haya degan narsa bo'lmaydi. Qadrli ko'rarmanlar, dersimiz bu yerde oxirlashdi. Keldigan hafta yana shu soatda birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.